2025-yil litsenziyalangan Umra safari narxlari necha pul bo'lyapti do'stlar? Biz hozir Yuksak Travel'da bosh ofisiga yetib keldik. Noyabr hamda dekabr oylari narxlari hamda sanalari qanaqa bo'lyapti? To'liq ma'lumotni endi Boburxon akadan olamiz. Assalomu alaykum Boburxon aka. Charchamaysiz, yaxshimi? Xudoga shukr. Aka, birinchi o'rinda yana o'sha doimgidek savollarimiz, mehmonxona uzoqligi qancha bo'lyapti aka? Xo'p, masalan, avvalambor assalomu alaykum. Mehmonxonamiz uzoqligi Madina shahrida ziyorat boshlanadiganini hisobga olsak, 50-100 metr masofada, ya'ni 338-eshik yonida. Makkada 1,5 kilometr masofada Kanariya degan 5 yulduzli mehmonxonamiz, 24 ga 7 avtobuslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan holatda 1,5 kilometr masofada joylashgan. Bemalol ibodatlarini xohlasalar avtobusda, xohlasalar agar qiynalmaysa 18-20 daqiqa piyoda bosib o'tishlari ham mumkin. Mumkin bo'ladi. Xo'p, aka, ovqatlarimiz, taomlarimiz qanaqa bo'ladi? Xo'p, taomlarimiz Madina shahrida 2 mahal, turk va o'zbek taomlari aralashgan holatda, Makka shahrida to'liq 3 mahal o'zbek milliy taomlari o'zbek oshpazlari tomonidan tayyorlanadi. Tayyorlanib beriladi. Bemalol xohlagan ovqatlarni tanovul qilishlari mumkin. Tanovul qilishlari mumkin. 50 yoshlarimiz qanaqa aka? Xo'p, 50 yoshlarimiz malakali, xushmuomala, o'zlarining yaqinlariga qaragandaqa muomala qilishadi. Juda sifatli xizmat ko'rsatishadi. 14 kun davomida, safar davomida yoningizda bo'lishadi. Bir marta, 2 marta umra qildirib, yo'qolib qolishmaydi. Siz o'sha to'lovingiz ichida 14 kunlik 50 yosh xizmati ham bor. 14 kunlik. Undan tashqari sayohatlarimiz ham bormi? Xo'p, 15 ga yaqin sayohatlarimiz bor. Asosan Madina shahrida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalariga kirish, Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasiga kirilganda Qur'on kitob har bitta ziyoratchiga beriladi. Makka shahrida Arafat, Muzdalifa, Qizil dengiz sayohati xohlovchilar uchun 15 ga yaqin jami sayohatlarimiz bor. Sayohatlar bor. Undan tashqari firma tomonidan do'stlar shunaqa rezervatsiya deyishadi, o'zini emblemasi bor, bejiklargacha beriladi. Sumkalar ham beriladi. Sumkalar ham beriladi. Bular qachon beriladi? Abdumalik shuni ham aytib o'tsak, umra safari oldi tayyorlik darslari bo'ladi har bitta ziyoratchini. O'sha ziyoratga kelishganda dars so'ngida har bitta ziyoratchiga qo'llariga sumka va nimchani bittadan beriladi. Iloji bo'lsa, hamma ziyoratchilar kelishlari shart. Bitta oiladan 4 kishi boradigan bo'lsa, 1 kishi kelsin degani emas. Iloji bo'lsa hammalari kelishsin. Hammalari o'sha 50 yoshimizda, katta 50 yoshimizda dars o'tadilar. Aytganini qilishsa, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni oldindan nima qilishlarini oldindan tushuntirish ishlari olib boriladi. Atga borganda ancha tushuncha bilan borishadi. Xo'p, mehmonxonamiz uzoqligi aniq 1,5 kilometrdan o'tmaydi ekan. Yo'q, bemalol bizni Telegram raqamlarimiz bor pastda. O'shanga murojaat qilishsa, biz o'zimiz video obzor qilganmiz. Piyoda qancha, mashinada qancha, o'shalarni tashab beramiz. 1,5 kilometr masofada, ya'ni piyoda 18-20 daqiqa, avtobusda 2,5 daqiqa. 2,5 daqiqa bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar. Xo'p, endi aka, shifokorlarimiz ayollarga shifokorlar masalasi ayollarga, erkaklarga alohida o'sha sunnatga muvofiq erkaklarga erkak shifokorlar, ayollarga ayol shifokorlar. Xudo xolasa shifokorlardan bizda muammo yo'q. Asosiysi hamma narsa tizimli yo'lga qo'yilgan. Tizimli yo'lga qo'yilgan. Mana aka, endi eng asosiy savollarga yetib keldik. Noyabr oyini qaysi kuniga bor, dekabr oyini qaysi kuniga? Noyabr oyida 29-sanasiga cheklangan joylar qoldi. Dekabr oyini 6-sanasidan boshlab seshanba, shanba joylarimiz bor. Bemalol joylarni band qilishlari mumkin. Ya'ni kim dekabr oyining 20-siga boradiganlar 15-chi, 18-chida emas, iloji boricha tezroq harakat qilishlarini tavsiya qilamiz. Tavsiya qilaman, xudo xolasa. Endi asosiysi eng qizig'i summasi necha pul bo'ladi? Xo'p, narxlarimiz noyabr oyining 29-sanasiga $1025, dekabr oyida 23-dekabrgacha $999 chegirma e'lon qilingan. 23-sanasidan keyin yana $1025-$1050 bo'lib narxlarimiz eski holatiga qaytadi. Eng asosiy sizga yaxshi tomoni do'stlar, ko'pchilik qo'rqayotgan savolga javob do'stlar, to'g'ridan to'g'ri, ya'ni Farg'onadan Jiddaga, Jiddadan Farg'onaga to'g'ridan to'g'ri, ya'ni primoy reys deyiladi. Hech qanaqa peresadkasiz oldindan biletingizni, ya'ni misol uchun 1-dekabrga ketsangiz, 14-dekabrga qaytasiz. Shunaqa, ya'ni 14 kunlik aniq bordi keldi bilet beriladi. Bizda hamma narsa bo'ladi. Hamma narsani biz gapirmay, iloji bo'lsa shu borganlar kommentariyada o'z izohlarini qoldirsa, qanaqa borib kelishgan, primoy uchishganmi yo'qmi,
xolis xolis fikrlarni fikrlarni qoldirasiz. biz kommentda udalik qilmaymiz, shundaygacha turadi. Yomon bo'lsa yomon deylar. Bu Yomon bo'lsa yomon deysiz, kamchilik bo'lsa to'g'rilaymiz, lekin borini gapirishlarni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Xudo xolasa. Do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa, sizlar o'ylagan savolga javob berishga harakat qildi. Agar sizlar o'ylagan savolga javob beradigan bo'lsak, pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz to'liq ma'lumotni berishadi.